sizni ko'p avvar qilyaptimi? Yo'q, undaq demang. Lekin nima ish bu yo'lni tanlab qoldingiz? Sizda yosh to'sangiz hal bo'lmagandek nima ish bor? Bu yerda hech narsam qolmadi. Ota-onamning zo'r umidi bilan taraqqiy qilma deb chiqib bayram bo'lib ketdim. Uni oz deb bir muncha qarzga bo'g'ilib ketdi. Shundoqdimi? O'lilishingiz arzimaydi-da. Atrofingizdagilardan yordam so'ramadingizmi? Atrofimdagilar ko'p yordam qildi, lekin meni davomli quloq tayinog'im kelmadi. Lekin davomli bundaq niyati bormi? U meni undidardan yutibdi. Telefon numarimni ham kartizimlik tiqib o'tibdi. Men mushtab jiddiy 5000 qo'y lozim bo'lib qolgandi. Amal qilib berib tursangiz bo'pti ekan. Vay adaş, sen nerede? Yatakta yoksun. Ha, adaş ben doktorxonaning arqa o'ylisida. Ha, arqa o'yildi mi? Bo'ldi. Men hozir yana chiqay, ha? Ma'qul. Qarang, shundoq yaxshi tanishib qoldik. O'zim tanishtirib o'tay. Ismim Nadir. Kunduzlari Vaymaygonsda tamoq yetkizish bilan shug'ulman. Kechir ancha mushkulliklar naqsh etib qo'yman. Ha. Mening ismim Tashna. Bo'lib sizda. Adaş? Yaxshi turdim. Bekan siraytdim meni. Bugun chiroying xil yaxshi bo'lib qopti. Tush tomoq yedingmi? Ha, adaş yedim. Men avvar bo'lib kelibsanlar. Avarchilik emas. Haras bu yoq bo'lsa, tungin men senga gapini qilgan Nadir shu. Ha, yaxshimisiz? Ismim Xuma. Rahmat sizga do'stimning hayotini qutultiryapsiz. Yo'q, undaq demam. Mendan boshqalar bo'lgan bo'lsa-mu, shunda qiladi. Amsa men ma'g'ashtiray, sizlar Fransiya yuranglar, ha? Men kelishimga bilgansiz? Yo'q, xizmatga oldirib qoldim shunga. Ha, amsmayli. Bugun bek bilan uchrashdikmish edi. Yana bir qator men bir tomoq chaqirib rahmatimni bildirib olay. Yo'q, undaq tezlik qilib ketmang. Haras. Undidar numarangiz qancha olsam bo'lamdi? Ha, ma'qul. Tunugun jiddiychilikda. Buldamsa, yana ko'rishib turaylik. Juma. Men menga yuray. Xo'sh. Ma'qul. 丽丽，你过来一下。你去医院结一下台希娜的账，她还有2天就出院了。胡总最近有些忙，所以特意交代你去办这件事情，千万不能有所差池，明白吗？明白了。好的。G'ayri sen bilan yana aloqalashmagandi? Yo'q. Men boyadan undorga ketgan qara. Tashnani topolmadim, 5000 lazım deb. Beğenmegense? Yo'q. Hargiz beğenmeyeceğim. Ben onun telefonum var, ündüdar, hemen narsani kartısını kirgizatdim. Haras, o mening doktorxonada ekanligimni bilmaydigandi. Yo'q. Onamni ko'rak ko'zim yo'q. Hozir mushtab degining bilan qarang, ko'ngling bek yaxshi seninki. Lekin necha kun o'z ishching og'rib bilan izlab qolasan ekan. Endi hargiz unda qilmayman adash. Deb o'tirsa, ma'qul.
现在来我们公司销售部工作，你觉得怎么样？他确实是需要这样一份工作，但是你也知道，他之前的生活条件是比我们好很多的。如果不是因为他现在的那个前男友，他也不可能会沦落到现在这个地步。我让他在我手下工作，他肯定会同意，但是我自己内心过不去呀。而且，如果不是因为他的那个前男友，他怎么可能会落到这个地步？所以我们还是想想别的办法吧。那他现在还有跟他那个前男友联系吗？没有联系，只不过他那个前男友每次没有钱就来找他。我们公司投资给他开家店，你觉得怎么样？这个我们考虑一下吧。Апа yaxshi turyapsizlar? Ammam yaxshi. Sizlarni bek ko'nglim kelib ketdi, opa. Dadamlar meni ko'ngil kelmaydigan tonlar, buni ish qilmaysizlar? O'zim bormayman bo'lmisiz izlab. Ya mana mamada yan şu. Aldığım nadir depegenden yanmış şu. Müşü mü? Müşü. Bana mısın? Bana. Ma'qul opa, ma'qul. Vaqtida tamoq yeylamsan. Ache! Opa, men bilan turib qaytishib qilay. Ache bab, öyle Anda şimdi çıkırdı maşını. Ache! Yok olmam bu. Abi kriket tilkini kuyganlikim. Açça bilimiz işçilikini. Nadir? Ha, vay Teşna. Ha, yaxshimi? Yili vaqtingiz bormi? Paranshel degan. Ha, ma'qul. Bo'ldi, ma'qul. Unda bo'lsa tushdan keyin ko'rishaylik, ha? Ma'qul. Bo'ldi, xo'sh. Ma'qul. Hey balam, keşke telefon qarmay, man qarğına gepim ba. Mana apa, mana. Gap qil. Qara, g'ayratda bir bola barkan, shundoq kelishgan, bek iqtidorliq deydi. Tunimdigansa. G'ayrat? Ha, g'ayrat. Tunimdigansa. Bo'ldiqlar apa. Mush vaqt kaychilik seningmi bir hech muhabbatning borligini bilmadik. Sening turmushingni, baxtingni o'ylaymiz bizmi? Ayşe mamman telefon qilib ekan, chiqqan ko'rishib baqsun deb shu qo'shnilar tunishtirgan o'xshaydi. Shunda deyapman. Sening qalbingni to'g'ri tushunaman, apa, lekin men mo cho'ngib qoldim hozir. Bu ishlarga o'zim bir qarab bir ish qilay. Shundoq deganing bilan ota-ona bo'lgan odam shu. Doim seninki ash turmushlaringni o'ylaydi ekanmiz, sen yaxshi bo'lsa ekan deydi ekanmiz. Endi unchalik o'zing atrofga o'ylay olsang, o yaxshi bo'ladi. O deganingmi to'g'ri, lekin hozirg'o endi deganingmi to'g'ri. Sizdak bolaning ishi biz aralasha olmaymiz. Shundaqdan bir turmush ishlarini o'ylashib qo'yasa, xotirjam. Cho'qim o'ylashma. Ma'qul.
Oy. Adam korkutup deyman. Qo'rqdingiz-a? Bek soqilib yotmagan nima? Voy yoqqa men kelgan. Amsi nega bormas? Tomoq yeb kelamda. Biz qachqanda? Qo'zqonbek oshmidi sizdan ichibdi-a? Endi mazrat ichib qoldi. Oldi bilan qahvaxonaga kirib qahva ichaylik, ha? Ha, ma'qul. Hisoblaydi. Aka, qahvaxona qoldi. Ya, mola, buni. Voy mana. İki kaşın arasında hal bulsam, yoki tilim uçidiki bal bulsam. İki kaşın arasında hal bulsam, yoki tilim uçidiki bal bulsam. Eğer yüreğimden cay versen, dert ve hasretleringe dal bulsam. Eğer yüreğimden cay versen, dert ve hasretleringe dal bulsam. İki kaşın arasında hal bulsam, yoki tilim uçidiki bal bulsam. İki kaşın arasında hal bulsam, yoki tilim uçidiki bal bulsam. Eğer yüreğimden cay versen, dert ve hasretleringe dal bulsam. Madayın menem. O, yana kaçırıp koyduk degine hamda. Hem de nimdamiz çoğamga. Şunu degine elim iş kepti oldu degine bizga bir qizmani kaçırıp koydum deb yaman çıqlab ketiram oldu da hamda. Eynegin bulsam üzün körgeli, melegin bulsam hiyal sürgeli. Eynegin bulsam üzün körgeli, melegin bulsam hiyal sürgeli. Kırgan çağdan söyülgeli, asan kolay tayanıp yürgeli. Kırgan çağdan söyülgeli, asan kolay tayanıp yürgeli. İki kaşın arasında hal bulsam, yoki tili uçidiki bal bulsam. İki kaşın arasında hal bulsam, yoki tilim uçidiki bal bulsam. Eğer yüreğimden cay versen, dert ve hasretleringe dal bulsam. Bu zat kim o? Neymiş sizni qo'llaydi? Ha? Men yaxshiroq bir joyni tepib, sizga oldirmoqchi, uyandırib qo'yuvchi onadir. Yo'q.